Futbol tarixida ko'plab buyuk futbolchilar bo'lgan. Ammo shunday bir ism borki, u nafaqat rekordlari bilan, balki sabr-toqati kamtarligi va bolalikdagi og'ir sinovlarni yengib o'tganligi bilan ham butun dunyoni hayratda qoldira olgan. Va bu nom esa Lionel Messi. Bugun biz uning oddiy argentinalik boladan qanday qilib jahon chempioniga aylanganini boshidan oxirigacha ko'rib chiqamiz. Bugun yana bizada yangi rubrika futbolchi tarixi. Ya'ni bu rubrikada misol uchun biz Cristiano Ronaldo yoki Lionel Messini shu hozirgi misol uchun Messi hozirda 38 yoshda bo'lsa, to bolaligidan hozirgi 38 yoshigacha bo'lgan hayotini ko'rib chiqamiz. Unda esa hayotida nima narsalarni kechirgan bo'lsa, barchasini shu rubrikada ko'rib chiqamiz. Va bugungi video esa Lionel Messi haqida bo'ladi. Tayyor bo'lsangiz videoga like bosib qo'ying hamda obuna bo'lishni ham unutmang. Husan Sport kanali. Tayyor bo'lsangiz videoga like bosib qo'ying hamda obuna bo'lib qo'yishni ham unutmang. Unda biz boshlasak ham bo'ladi. Do'stlar, shu joyda bitta narsani aytib ketaman. Biz bu videoni olishimiz uchun katta mehnat qilganmiz. Shuning uchun hoziroq videoga o'tib like bosib qo'ying hamda obuna bo'lishni ham unutmang. Yana bitta narsani aytib o'tib ketaman. Bu videoda men o'zimni ko'p olib chiqmayman. Shu videoni boshida hamda videoni oxirida chiqaman bo'ldi. Sababi video yanada qulayroq. Sizga ham qulay bo'ladi, menga ham qulay bo'lgan bo'ladi. Va like bosib qo'ying, obuna bo'lib qo'yishni ham unutmang. Endi boshladik. Lionel Andres Messi 1987-yil Argentinaning Rosario shahrida tug'ilgan. Messining oilasi oldindan futbolga aloqador bo'lgan. Uning otasi Jorge Messi Grandolia yoshlar jamoasining murabbiyi edi. Ikkita akasi Rodrigo va Matias Messi ham futbolga qiziqishgan, hatto mahalliy jamoa bilan mashg'ulot olib borishardi. Lekin ular Leochalik futbolni yaxshi ko'rishmagan. Messi futbolga 4 yoshidan qadam qo'yadi. Ko'chaga hammadan oldin chiqib, barchadan kech uyga kirgan. Hatto do'stlari uyga tarqalib bo'lgandan keyin ham bir o'zi qolib to'p tepardi. Leo oilasida juda erka farzand bo'lib yetishadi va ota-onasining gapiga umuman quloq solmagan. Uni faqatgina buvisi nazorat qila olgan. Futbolga ham aynan buvisi Celia Oliver Cucitini yetaklab borgan. Birinchi marta futbolga borganda jamoalarga odam yetmay qolganidan foydalanib maydonga tushadi. Leo o'sha uchrashuvda o'zidan katta bolalarga qarshi maydonga tushib, ajoyib o'yin ko'rsatib, jamoadagi o'rnini ishlab oladi va 1992-yillarda mahalliy Grandolia jamoasiga qo'shiladi. Aynan buvisi Celia Cucitini Messining ota-onasiga Leoning futbolga berishga ko'ndirgan va har kuni Messi bilan 15 kvadrat masofani bosib o'tib, mashg'ulotlarga birga borgan. Lekin afsuski 1998-yilda Celia Cucitini, ya'ni Messining buvisi olamdan o'tadi. Uning nabirasi qanday futbolchi bo'lib yetishganini ko'rishga ulgurmasdan. Messiga bu hodisa juda og'ir qattiq botgan va aynan o'sha paytdan boshlab urgan barcha gollarini buvisiga bag'ishlab boshlaydi. 1995-yilda Messi Newell's Old Boys jamoasiga kelib qo'shiladi va aynan o'sha paytlardan boshlab Barselonaga muxlislik qila boshlagan. Messining eng yaqin o'rtoqlaridan birida Nintendo konsoli bo'lgan va har kuni mashg'ulotlardan keyin do'stlari bilan FIFA o'ynaganda faqat Barselonani tanlagan. Hatto o'z do'stidan unga Barselona formasini sovg'a qilishni so'raydi. Lekin o'sha paytlarda grand klublarning formalarini topish qiyin bo'lganligi uchun o'rtog'i Messiga hadya qilmaydi. Yoshligida Messi umuman o'rtoqlardan qo'rqmaydigan bola bo'ladi. Uni oyoqlariga qancha tepishsa ham iloji boricha tezroq maydonga qaytishga harakat qilgan. Messining ota-onasi Leo 11 yoshli paytida uning bo'yi tengdoshlariga nisbatan sekin o'sayotganini sezishadi. Ya'ni 11 yoshli paytida Messi 8-9 yoshli boladek ko'ringan. Vrach analizidan keyingi natija bo'y o'sish, gormon yetishmovchiligi, lekin qo'shimcha ukollar bilan ham buni oldini olsa bo'lardi. Messi kasalligi haqida eshitgach, stressga tushib qoladi. Lekin shu paytda vrach unga shu gapni aytadi. Sen kelajakda Maradondan ham balandroq bo'lasan deb aytadi. Lekin dorilar Messining oilasi uchun juda qimmatlik qilgan
vrach shunchalik darajaga borardiki, hatto Messining otasi River Plate akademiyasiga Leoni sinovga olib boradi va River Plate Messi akademiyasiga olishga rozi bo'lganda Jorge Messi dorilarga yordam berishni so'raydi. Lekin River Plate menimcha o'sha paytda eng butun faoliyat davomida katta xatoga yo'l qo'yib, Messini akademiyaga olishdan bosh tortadi. Lekin Messining otasi shunda ham taslim bo'lmasdan uning o'yinlaridan video lavhalarni yozib olib, Barselonaga tanish bilish yo'llari orqali videolarni yuboradi va darhol 2000-yilda Messi va uning otasini Ispaniyaga sinov muddati uchun chaqirishadi. Messi Barselonadagi birinchi mashg'ulotida gol urgan va tabiiyki menejerlar va murabbiylarning ishonchini qozonadi. O'sha paytlarda Barselonaga bunday talantli futbolchi kelganini Real Madrid ham eshitib, Messining otasiga aloqaga chiqadi. Lekin faqat Leo faqat Barselona deydi. Messi Barselona akademiyasida shunchalik uyatchang bola bo'lganki, hattoki jamoadoshlari bilan umuman muloqot qilmagan. Kiyim almashtirish xonasida ham bir chetda jim turardi. Messining oxirgi sinov o'yinida uni 15 yoshli bolalarga qarshi o'ynatishadi. Eslatib o'taman, o'sha paytda Messi 13 yoshda bo'lgan. Fantastik o'yindan keyin Messi bilan darhol restoranda salfetkaga dastlabki norasmiy shartnomani tuzishadi. Keyinchalik ushbu salfetka Barselona muzeyiga saqlanib, 2024-yil may oyida $1 million ga sotib yuborilgan. Shu tariqa Lionel Messi Barselona sistemasiga kirishib ketadi va u ham bir vaqtda Barselona akademiyasida o'ynab, Barselona B jamoasida o'ynab ham maosh olgan. Uning jamoasida Cesc Fabregas hamda Gerard Pique ham birga u bilan to'p surishgan. 2002-2003-yilgi mavsum oldidan La Masiyaning uchta iqtidoriga Arsenal qiziqish bildiradi. O'sha Pique, Fabregas va Messiga. Lekin Londonga faqatgina Cesc Fabregas yo'l oladi. Lekin Barselona Arsenalga Messini sotmaydi. Leo 2003-yildan boshlab Barselona B jamoasi bilan mashg'ulotlar olib boradi va 2003-yilning noyabr oyida u asosiy jamoada debyut qiladi. Mashg'ulotlarning birida Ronaldinho jamoadoshlariga bir kun kelib, ushbu bolakay mendan ham buyuk futbolchiga aylanadi deb aytgan. Lekin jamoadoshlari buni hazil tariqasida qabul qilib, jiddiy e'tibor berishmaydi. 2005-yil Messi uchun juda omadli yil bo'ladi. La Liga oltin medali, mavsum oxirida Golden Boy sovrini hamda Messi uchun eng asosiysi 20 yoshlilar o'rtasida o'tkazilgan jahon chempionatidagi g'alaba. O'shanda chempionning MVP'si, ya'ni eng yaxshi o'yinchi aynan Messiga berilgan. Qo'shimchasiga 6 ta goli bilan turnirning to'purari ham bo'lgan. Uni 2004-yillarda Ispaniya terma jamoasi ham o'z tarkibiga qo'shib borishga harakat qilishadi. Lekin Barselonadagi agentlar Argentina bunday iqtidorli futbolchini qo'ldan chiqarib yubora olmasligi uchun va agar Ispaniya Messini qo'lga kiritsa, Argentina butun umr afsus chekishini aytib, federatsiyasini ko'ndiradi va albatta bular bekorga emas edi. Lionel Messi Barselonaning asosiy yulduzga aylanishidan oldin 2006-yilda unga Italiyaning top 2 ta klubidan unga taklif keladi. Juventus hamda Interdan. Lekin futbolchi faqat Barselona deydi va Barselonani tark etmaydi. U 2006-yildan boshlab Barselonada shunchaki super o'yinlar o'tkazadi va shunchaki mavsumni yondirib tashlaydi. O'sha yili Chempionlar Ligasida ham Messi ajoyib uchrashuvlar o'tkazadi va dahshatli natijalar ham qayd etadi. Ayniqsa Chelsea-ga qarshi uchrashuvda u shunchaki yondirib tashlaydi va Barselonani finalgacha olib boradi. Afsuski u finalga yaqin o'yinda u jarohat oladi. Lekin u Messi finalga qaytishga juda harakat qiladi. Lekin murabbiylar shtabi, doktorlar unga maydonga tushishi mumkin emasligini aytishadi. Lekin Messi bunga chida olmasdan yig'lab yuboradi. Lekin jamoa murabbiyi Frank Rijkaard uni "Hali sen to'xta, bundan-da katta finallarda maydonga tushasan" deya shunchaki uni ovutadi. Keyingi mavsumda esa ularning ashaddiy dushmani Real Madrid darvozasiga hat-trick, keyin esa Getafening 5 ta futbolchisini aldab, o'sha mashhur Ankara Messi golini uradi.
va mavsum so'ngida oltin to'p uchtaligida yakunlaydi. Kaka va Cristiano Ronaldodan pastroqda. Undan keyingi yil esa 2-o'rinda yakunlaydi. Ronaldinho ketgandan keyin Barselona prezidenti Joan Laporta endi sen jamoaning liderisan deb 10-raqamni unga ishonib topshiradi va 2008-yilgacha Barselona umuman hech qanday sovrinlar yutmaydi va Barselona Frank Rijkaardni ishdan bo'shatadi va o'rniga Messining hayotini o'zgartirgan Pep Guardiola tashrif buyuradi. Mavsum boshidagi uchrashuvlarni Leo Olimpiadadagi o'yinlar sabab o'tkazib yuboradi. Boshida unga rahbariyatdan bu chempionatda ishtirok etishiga ruxsat tegmaydi, lekin keyinchalik Guardiola unga bitta shart bilan uni Olimpiadaga yuboradi. Mayli borsang boraver, faqat qaytganingda oltin medal bilan qaytib kel deya. Albatta Messi ushbu turnirda Olimpiada chempioni bo'ladi, lekin Barsaga qaytgach biroz omadsizliklarni ham uchratadi. Bitta mag'lubiyat va bitta durang bilan. Lekin mavsumning qolgan yarmini Barselona shunchaki bomba darajada o'tkazadi. Santiago Bernabeuda Realga qarshi 2-6, Chempionlar Ligasi yarim finalda Bavariyaga qarshi 4-1 va aynan o'sha o'yinlardan keyin Messini shifokorlar hamda Pep Guardiola Messining mushaklari ko'p energiya sarf qilishini sezib qolishadi va Guardiola futbolni o'zgartirib yuboradigan qaror qabul qiladi. Messini aldamchi 9lik qanotida o'ynatadi. Asosiy maqsad Messi kamroq pressinglarda qatnashib, tayyor vaziyatni realizatsiya qilish edi. Birinchi bo'lib ushbu taktika Bernabeuda sinab ko'riladi. Natijasi 2-6. Barselona 2008-2006-yilgi mavsumni treble bilan yakunlaydi va o'sha yilning so'ngida Messi karyerasi davomidagi ilk oltin to'pni qo'lga kiritadi. Kelgusi mavsum Argentina bilan jahon chempionatiga boradi va Maradona boshchiligidagi jamoa va ayniqsa Lionel Messi o'zining darajasini ko'rsata olmaydi va uni ba'zi bir muxlislar ham yomon ko'ra boshlashadi va u argentinalik emas, u umuman Argentina darajasiga chiqa olmaydi deyshadi. Ba'zi bir Argentina muxlislari hamda argentinalik ekspertlar. Bu gaplardan so'ng Messi biroz depressiyaga tushadi va xafa ham bo'ladi. Ammo Barselonada u shunchaki faqatgina o'zi yagona qirol edi. Hattoki futbolchi olib kelish kerak bo'lsa, albatta u ham Messi bilan maslahatlashardi. 2011-yilgi mavsumdan keyingi yil Messi umuman prime darajasiga chiqib ketadi. Sababi esa ligaga Ronaldo ham keladi va liga yildan yilga qizishib boraveradi. O'sha yili Messi va Barselona yana bir bor treble qilishi mumkin edi, ammo o'sha mavsumda Copa del Reyni Barsa Real Madridga boy beradi va shu mavsumda Lionel Messi ketma-ket 3-o'z oltin to'pini qo'lga kiritadi va o'sha yili dunyoning eng yaxshi jamoalaridan biri bo'lib kelayotgan Manchester Unitedni Barselona finalda shunchaki yanchib tashlaydi va sovrinni yana bir bor Messi o'ziniki qiladi. Keyingi mavsumda Messi bir kalendar yiliga 91 gol uradi, lekin jamoasi bilan natijalar juda yomon bo'ladi. La Ligani Real Madridga boy beradi. Chempionlar Ligasini esa yarim finalda Chelseaga boy beradi. Messi o'sha yili Chelseaga qarshi uchrashuvda penaltidan gol ura olmaydi va jamoani keyingi bosqichga olib o'ta olmaydi. O'sha o'yindan keyin esa Messi futbolkasini boshiga qo'yib, jamoalar kiyinish xonasida yig'lagan. Uni hattoki Pep Guardiola ham bu yig'idan to'xtata olmagan edi. Va shundan keyin esa Barselona La Ligada Real Madridga mag'lub bo'ladi va La Ligani ham qo'ldan boy beradi. Va shunaqa omadsizliklardan so'ng Pep Guardiola jamoadan ketishini aytadi. Lekin Leo Guardiolaga xatlar yozib, uni qoldirishga harakat qiladi. Lekin Pep Guardiola baribir qarorni qabul qilib bo'lganini aytadi. Messi Guardioladan shu qadar xafa bo'ladiki, hattoki uning xayrlashish marosimiga ham bormaydi. Messi Guardiola qo'l ostida natijalar ko'rsatgan statistikasi shunchaki bomba natijalar. Guardiolaning Barselona bilan so'nggi o'yinida La Ligada Messi o'sha o'yinda hat-trick qiladi va so'nggi golini Guardiola bilan birga nishonlaydi va uni quchoqlab qulog'iga shu gapni aytadi. Barchasi uchun rahmat Pep.